Mana ko'chatlarimizni ekib oldik. Xudo xolasa birinchi teplitsamizga. Endi bugun xudo xolasa ikkinchisini ekib olamiz. Mana ko'chatlarimiz. Ko'chatlarimizni anchagina hapa. Soğuğu ta'siri, keyin bu ko'chatlarimizni ancha qaritib qo'yibdi. Suvsizlikda ushlab ancha abgor qilib qo'ygan. Endi xudo xolasa sekin o'ziga keladi. Mana kecha ekkandik. Mana bugun xudo xolasa mana bu ko'chatlarni ekamiz. Ko'chatlarimizning nomi Zara. Mana teplitsalarimiz Termizli. Termiz. Xo'sh. Gradusimiz hozir 9 gradus.